Mana shu turnirning tashkil ishlari bilan ham ancha mehnat qildi, bo'lyapmiz. Va yana jangga chiqyapti. Boy bora ustunlik bor. 60-doiragacha bo'lgan vazn toifasida jang. Katta chap qo'li mana shu bosim boshlanganida to'xtatish qiyin bo'ladi ko'pincha Shohjahon Ergashevni. Chaqduvchi harakat. Yaxshi himoyalanyapti, masofani his qilyapti. Junju Power. Jigar qismiga zarba, juda kuchli. Shunday yaxshi himoyalanayotgan edi, ammo bir vaziyatda bir zob konsentratsiya yo'qotildi va darhol jazolanmoqda. Sevdi, boshni biz boshqacharoq e'tirof etamiz. Bosh qismiga ham zarba yo'q. Jigar qismi. Yana chap qo'l to'g'ridan yo'llangan zarba mo'ljalga boryapti. Jigar qismiga yana javob qaytarayotganim bu yerda. Oxiri o'tdi mana shu zarba. Bu kombinatsiya bilan u ko'plab raqiblarni mag'lubiyatga uchratishga muvaffaq bo'lgan, ko'plab raqiblarni nokaut qilgan edi. Yana shu kombinatsiya, mana shu ikkilik qochib qutulib bo'lmas darajada amalga oshirilyapti. Yana ketdi. Endi 10 qo'l ishga solingan. Chap qo'lini ko'rsatdi, 10 qo'lda zarba yo'llashga muvaffaq bo'ldi. Va Junju Power jang davom etadi. Yana chap qo'l. 10 qo'l yon taraflama zarba, jab. Powerdan mana endi menimcha turmasa kerak. Qarang, chap qo'li bilan aldadi va 10 qo'lida qisqa zarba yo'llayapti. Aniq joq qismiga hisobni sanayapti. Referi bo'ldi. Keragidan ortiq yiqilib tushdi. Raundning birinchi yarmida ish berayotgan edi uning o'ziga xos himoyasi, ammo Shohjahon Ergashev baribir o'z maqsadiga erishmoqda. Muhammad Qodir Sobirov murabbiy darhol murabbiydan qutilyapti. Xotir